Assalomu alaykum. Chevrolet Malibu 1 avtomobilimiz 2012-yil 160 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin. Narxi 4 100 000 o'sh narxi. Mashinamiz вообще ideal holatda. Orqa signallari mana pokiza. Signalni isitadi. Keng holatda. Eshigi 5 ключевой dastur. Oldi signallar elektronnik, sidin banklari bor. Mashinamiz pokiza holatda. Signallar isitadi. Monitori bor. IPS Black Rullar isiydi. Mashina ideal holatda, lyuki bor. Pokiza turibdi. Mashinamiz atrofida urilgan, qirilgan joylari yo'q. Eshikda kraska tegan joylari bor. Bunaqa strashniy avariya emas, avariyasiga kirmaydi bu. Qora rangdagi qora Bayer. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqib, kelib test drive qilib ko'rishlari mumkin. Benzin 2 объем 4 100 000 общий narxi. Mashinaning o'zini narxi 3 200 000. 4 100 000 ga chiqadi. 2200 2,5 ming dollar atrofida. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib test drive qilishlari mumkin. Balonlari ham normal holatda ekan. Barmoq maychasi. Kelib bemalol ko'rishlari mumkin. Malibu avtomobili.